Bir semiz va dangasa mushuk divanda yotib telefon ko'rardi. Egasi esa oshxonadan chaqirdi. Mushukjon, uyga yana sichqon kiribdi. Mushuk erinib, keyin tutarman, dedi. Shu payt kichkina sichqon oshxonadan chiqib keldi va mushukka qarab kuldi. Senmi? Sen meni tutasanmi? Avval o'rningdan turishni o'rganib ol, dedi. Mushuk birdan sakrab turdi. Hozir ko'rasan, dedi u va sichqonni quvladi. Lekin u stolga urildi, gilamga o'ralib qoqilib ketdi. Stol ustidagi idishlar qars-qurs tushdi. Sichqon esa bemalol yugurib yurardi. Sichqon muzlatgichni ochib pishloq oldi. Rahmat xizmat uchun, dedi. Mushuk yugurib kelib sirpanib ketdi va muzlatgich ichiga tushib qoldi. Mushuk muzlatgich ichidan chiqdi. Juda sovuq, titrab qoldim. Bu ish menga yoqmadi, dedi. Sichqon stol ustida o'tirib pishloq yedi va kulib, mushuk bo'lib sichqonni tutolmaysanmi, dedi. Mushukni jahli chiqib yana yugurdi. Sichqon tezda stol ustiga sakradi. Shu payt mushuk sirpanib kir mashinani ichiga tushib ketdi. Mashina tasodifan yoqilib ketdi. Meni to'xtatinglar, men kir emasman, deb baqirdi u ichkaridan. Bir necha soniyadan keyin mashinkaning eshigi ochilib, mushuk oppoq ko'pik bilan tushib keldi. Sichqon kulib yubordi. Rahmat, endi uyimiz ham toza bo'ldi, dedi. Mushuk charchab divanga yiqildi. Shu payt yana bir sichqon eshikdan kirdi. Mushuk ko'zini katta-katta ochib, yo'q, yana bittami, dedi. Ikki sichqon birga kulib, televizor ko'rib pishloq yeyishga o'tirdi. Mushuk esa charchab uxlab qoldi.